вечер, дамы и господа. Sizlar bilan Mo'yluli tog'a. Bugun sizlar bilan bilasizlarmi, mana bu web kamera haqida gaplashamiz. Bu kamerani davri o'tdi desam ishonasizlarmi? Shunchaki buni shunchaki otib olsalar ham bo'laveradi. Uylarda keraksiz bitta telefon, Redmi, Samsung farqi yo'q, xohlaganlaring. Shunchaki ishlasa, kameraga kirganingda o'zinglarni selfie qiladigan darajada bo'lsa, sizlar bu telefon bilan stream, web kamera yo'lida ishlatsalar ham bo'ladi. Men sizlarga bugun o'rgataman, sizlar esa obuna bo'lib qo'yinglar. Qani, ketdi. Farqini sezishinglar uchun shishinglar. Ikkita kamerani birlashtirdim. Ya'ni mana bu kamera, mana qo'lim borgan kamera bu web kamera. Mana qarab turganim esa telefonning kamerasi. Hech qanaqa lampa yoqmaganman, bu avtomatik o'zi yorug'laysa. Mana endi lampani yoqib ko'raman. Mana. Endi farqini ko'rdilaringmi? Mo'yloving zo'r bo'lmasa buncha. Demak, brauzerga kiramiz va poyezga yozamiz. Droid.com. Birinchida chiqqanga kiramiz, chunki bu ofitsialniy sayti bo'ladi. Va bu joyga kirganimizda tepasida russkiy qo'yib olaman. Endi kimga xohlaganda, mana bu ofitsialniy, yaxshilab ko'rib olinglar. Va pastga tushganimizda bizga kompyuterning versiyasi kerak. Ya'ni kompyuter ikkinchisini tanlab pastga tushamiz va Windows degan joyga bosamiz. Bizga Windows kerak. Va bu joyda esa 98 megabaytlisini sketchat qilamiz. Imina mana joyida. Shunga bosamiz. Pastdagi esa bizga qanday ustanovka qilish kerakligini yoki nastroykalarni ko'rsatyapti. Buncha muhim emas. O'zinglar uchun bilib olsanglar bo'ladi. Menda ustanovka bo'lgan, men uni ustanovka qilib o'tiribman. O'zinglar ham bilsalaring kerak. Dali deb ustanovka qilib tashlaysizlar. Play Marketga kiramiz. Play Marketda esa xuddi shu narsa yozamiz. Droid.com va ozgina pastroq o'tsak qora ranglisini sketchat qilamiz, chunki ikkita bo'ladi. Eminda mana shunisini ustanovkaga bosib sketchat qilamiz. Keyin menda Redmi telefonda qilinyapti. Ya'ni Redmi 9S ancha eski telefonda qilyapman. Agar sizlarda iPhone yoki Samsung yaxshi telefon bo'lsa, yanada tiniqroq ko'rsatadi. Shunaqa. Ustanovkadan so'ng kirib ko'ramiz, ishlayaptimi yo'qmi. Demak, mana shunday turgan bo'lsa, ishlagan. USB ni ehtiyotkorlik bilan tiqamiz va zaryadga olayotganini ko'rishimiz kerak. Va pastida ikkinchisi perdacha faylni bosamiz. Yana bir gap, agar o'zingizlarni ishlatib turgan telefonlaring bo'lsa, alo deydigan telefonlaring bo'lsa, bu programma ustanovka qilib qo'ymanglar, chunki batareyalaring dabdala bo'ladi, yonkisi tushib ketadi. Iloji bo'lsa, keraksiz telefonlaring bo'lsa yoki uylaringda yotgan telefon bo'lsa, o'shani ishlatib qo'ysalaring muvaffaq bo'ladi. Qo'y gapirishni o'rgan avval. Telefon nastroykasiga kirib, telefonga bosamiz va versiya MIU deganiga bosamiz. O'shanga 5-6 marta bosganimizdan keyin va razdarbochik degan yozuv chiqadi va pastroqqa tushsak razрешение настройка degan yozuv bo'ladi va oxirroqqa tushsak для разработчиков degan yozuv bo'ladi. Va yana pastga tushaverganimizdan keyin отладка по USB degan yozuvni yoqib qo'yishimiz kerak. U yonmasa demak ishlamaydi. Doim yoqib turish kerak. OBS ga kiramiz va OBS da pastida plus belgisi bo'ladi. Uni bosganimizdan keyin birinchisida Droid.com degan yozuv chiqadi. O'shani bosamiz va OK ni bosganimizdan keyin bizga razрешениялар so'rashadi. Tiniqlik, ya'ni kачествосini o'zingizlarga xohlaganda qo'yib olasizlar. Men shunisini tanladim. OK ni bosganingizdan keyin o'zi bu yerda ulanadi. Menda esa ulanmaganligi uchun chiqmadi. Sinab ko'ringlar. Ishlaydi. Onasidan esa yana radardan xat ketdi. Jonga tegdi bu narsalar. Boshlandimi? Menda hozircha shu. Sizlar esa obuna bo'lib qo'yinglar. Bugundan boshlab stream qilishni boshlaymiz. Profilda ko'rsalar ikkita o'xshamagan streamlarim bor, lekin endi zo'r stream qilamiz. Sizlar podдержка qilsalaring bo'ldi. Radarni qanday to'layman?